22 bab. Onundan keyin perişte bana Xudoning ve qo'zning taxtidan boshlangan kristaldek süzük, hayotlik suyi eqiyotgan daryoni ko'rsatdi. Shaharning g'o'l yo'lining o'rtasida eqiyotgan bu daryoning ikki tarafida 12 qitim meva kiradigan, ya'ni har oyda meva beradigan hayotlik darg'i bo'lib, daraxtning yo'pimoqlari butkul xalqlarga shifo edi. La'natga uchraydigan ishlar qolmaydi. Xudoning va qo'zning taxti shaharning ichida bo'lib, Xudoning xizmatkorlari u yerda ibodat qiladi. Ular Xudoning jamolini ko'radi. Xudoning nomi ularning peshonalariga yeziladi. U yerda aslo kechi bo'lmaydi. Ne chiroq nuriga, ne quyosh nuriga hojati tushmaydi. Chunki Parvardigor Xudo ularning yo'riqligi bo'lib, ular abadil abad hukm suradi. Farishta manga bu so'zlar ishonchlik va haqdir. Payg'ambarlarning ro'yiga ilhom bergan Parvardigor Xudo yaqin kelgusida yuz berishi muqarrar bo'lgan voqealarni o'z xizmatkorlariga ko'rsatish uchun farishtasini avatdi, dedi. Ayso Masih mundoq dedi. Mana pot yaqinda kelaman. Bu kitobdagi bishoratlik so'zlarga amal qilganlar ne qadar baxtlik. Bularni anglag'uchi va ko'rguchi men Yuhannaman. Bu ishlarni anglag'inimda va ko'rgunimda bularni menga ko'rsatgan farishtaga sajda qilish uchun uning oyog'iga bosh qo'ydim. Lekin u menga hargiz undoq qilma. Men sana payg'ambar bo'lgan sening qarindoshlaringga ham bu kitobdagi so'zlarga amal qilganlarga o'xshash Xudoning xizmatkoriman. Xudoga ibodat qil, dedi. U menga yana bu kitobdagi bishoratlik so'zlarni pechatlab maxfiy tutma. Chunki bu ishlarning amalga oshirgan vaqti yaqindir. Yomonlik qiluvchilar yomonligini qilaversin. Pashkashlar pashkashligini davomlashtiraversin. Haqqoniylar haqqoniyligini davomlashtiraversin. Xudoga otilib pok bo'lganlar poklikda yashaversin, dedi. Ayso Masih mundoq dedi. Mana pot yaqinda kelaman. Her kimning amaliyatiga qarab beradiganimni o'zim bilan billa elib kelaman. Bosh va oxir, tunji va oxirgi, muqaddam va tamom men bo'laman. Hayotlik darg'ining mevalaridan bahramon bo'lish va shahar darvozasidan kirish huquqiga erishish uchun to'llarini yuyib tozalaganlar ne qadar baxtlik. Paskashlar, sehrgarlar, zinaxo'rlar, qotillar, butparastlar, yolg'onchilar va yolg'onchilik qilishga xushtorlarning hammasi shaharning sirtida qoladi. Menki Ayso Masih e'tiqodchilar jamoatchilariga bu ishlarni yetkazish uchun farishtamni avatdim. Davudning notisi ham avlodi men bo'laman. Parlaq tong yulduzi men bo'laman. Muqaddas ruh ve to'y bo'ldigan qiz kel, dedi. Anglag'anlarning hammasi kel desin. Qusigan kelsin. Xohlagan kishi hayotlik suyidan haqsiz içsin. Menki Yuhanna bu kitobdagi bishoratlik so'zlarni anglag'anlarni jiddiy ogohlantirmanki, kimdi kim
bu so'zlarga bir narsa qo'shsa, Xudo uningga bu kitobda yozilgan baloyi ofatlarni keltirdi. Kim bu bishoratli kitobdagi biror so'zni chiqarib etsa, Xudomu uni bu kitobda yozilgan hayotlik darig'idan va muqaddas shahardan berildigan nesivisidan mahrum qiladi. Mana bularga guvohlik berguvchi Ayso Masih mundaq deydi. Shundaq pot yaqinda kelaman. Amin. Kel, ya Rabbim Ayso. Rabbimiz Aysoning mehr shafqati Xudoning muqaddas xalqi bilan billa bo'g'ay. Amin.